Assalomu alaykum azizlar. Efirda siz nima deysiz? Ko'rsatuvi. Assalomu alaykum. Biz yana bir mavzu muhokamasiga tayyormiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat hamrohligini tilaymiz. Bugun sizlar bilan vatanimizning buguni va kelajagi uchun dolzarb bo'lgan mavzulardan biri Markaziy Osiyo davlatlari va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlikning rivojlanish istiqbollari haqida suhbatlashamiz. Ta'kidlash joiz, mamlakatimiz prezidenti tomonidan boshlab berilgan keng ko'lamli islohotlar yangi O'zbekistonning xalqaro maydonda o'z nufuzi va o'rniga ega bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Qo'shni davlatlar bilan ko'p qirrali hamkorlikni rivojlantirish va barcha davlatlar bilan aloqalarni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratish O'zbekiston tashqi siyosatining o'ziga xos jihati hisoblanadi. Mintaqadagi yaxshi qo'shnichilik va barqarorlik shukuhi jahonning yetakchi davlatlarining Markaziy Osiyo bilan aloqalarni rivojlantirishga e'tiborini kuchaytirdi. Markaziy Osiyo xalqaro munosabatlar tizimiga muhim mintaqalarning biri sifatida kirib bordi. Qisqa vaqt ichida ko'plab rivojlangan davlatlar bilan Markaziy Osiyo plus hamkorlik formatlari yaratildi. Bugun studiyamizga kelgan ekspertlar bilan joriy yilning 4-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Samarqandda o'tkazilgan Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi birinchi sammiti hamda undan kutilayotgan natijalar haqida suhbatlashamiz. Sir emaski, Markaziy Osiyoning Yevropa Ittifoqi uchun ahamiyati tobora ortib bormoqda. Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi birinchi sammitini o'tkazish uchun O'zbekistonning tanlangani ham bejiz emas. Keling, avvalo davlatimizning Yevropa Ittifoqi bilan yo'lga qo'ygan avvalgi hamkorliklari va ularning natijalari haqida ma'lumotlar berib o'tsak. Farhod aka, marhamat, ushbu savol bilan sizga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ha, darhaqiqat O'zbekiston bilan Yevropa Ittifoqi orasidagi munosabatlar aytishimiz mumkin anchagina tarixga ega bo'ldi. Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab, ya'ni 1990-yillardan boshlab to bugunga qadar shu ikkita mintaqa Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo orasidagi mintaqalar aro hattoki deb aytilgan hamkorlik yillar sayin boyib bordi. O'ziga yarasha unda juda katta yirik yutuqlar va o'ziga yarasha chaqiriqlar ham mavjud bo'lib, katta sinovli davrlardan o'tdi desak ham bo'ladi bu bosqichlar. Men kezganda aytmoqchi edim, bu sohani, ya'ni bu hamkorlikni Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi orasidagi hamkorlikni dastlabki bosqichlardan boshlab shu ancha chuqurlashib kuzatib kelganman, chunki o'zim ham bevosita Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyoga qaratilgan strategiyasini ishlab chiqish jarayonida ishtirok etganman. Xususan shu Yevrokomissiyani taklifi bilan Bryusselda 2-3 marotaba konsultatsiyalarga, maslahatlashuvlarga chaqirilib, Yevropa Markaziy Osiyoda o'zining strategiyasini qanday olib borish kerak, mana shu hujjatning unsurlari, boblari qanday yozilish kerak kabi savollarda ishtirok etib, shu nuqtai nazardan ancha-muncha kuzatib aytishim mumkinki, mana shu davr ichida bir nechta bosqichlardan o'tgan holda birinchi shu hamkorlikni mintaqaviy bir ko'rinishda, ya'ni Markaziy Osiyoni Markaziy Osiyo mintaqasi sifatida ko'rgan holda Yevropa Ittifoqi 2007-yilda birinchi strategiyasini ishlab chiqqan. 2007-yilda o'sha Markaziy Osiyo strategiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, uni implementatsiyasi, ya'ni joriy etilishi dinamikasi ancha boyib borgan sari 2019-yilga kelgandan keyin ikkinchi strategiya qabul qilinadi va bu agarda strategiyani o'qib chiqsak, bilasizmi, bu shunchalik bir boy, mazmunga to'la hujjatki, uni haqiqatan ham bir darslikka arziguli bir mazmuni bor. Xususan, agarda qisqa qilib gapirsam, mana shu oxirgi 2019-yilda qabul qilingan strategiyasida juda katta birinchi bobidan, hattoki o'sha strategiya matnida birinchi bobidan Markaziy Osiyoni birlashuviga, integratsiyasiga katta urg'u beriladi. Va Yevropa Ittifoqi o'zi mana shu sohada, ya'ni birlashish sohasida, integratsiya sohasida ulkan yutuqqa erishgan ekan. Shuncha yillardan beri, mana Ikkinchi jahon urushi tugagandan so'ng to bugunga qadar katta yutuqlarga erishib, 6 ta davlatdan boshlanib, endi bugungi kunga kelib mana deyarli 28 ta davlat birlashgan ekan. Mana shu katta yutuqlar bilan, muvaffaqiyat bilan, tajriba bilan Markaziy Osiyoliklar bilan
bo'lishish niyatini bildirgan va bu strategiyani birinchi bobidan ham shunday deb aytilgan, ta'kidlangan va mana shu tajriba bilan bo'lishib Markaziy Osiyo integratsiyasiga hissa qo'shishi mumkin, yordam berishi mumkin, ko'mak berishi mumkin deb ta'kidlab kelingan. Qisqacha agar tarix to'g'risida gapirsak, mana shunday bir boyib shunday boshlangan hamkorlik va shu o'rinda Markaziy Osiyo plus hamkorlik formatlari haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz, marhamat Muxtor aka. Assalomu alaykum. Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi muloqot formati bu ikki mintaqani bir-biriga bog'lovchi bir konsultativ format. Bu format avvalo o'sha strategiyalarni bandini, ayniqsa shu 2019-yilda qabul qilingan Markaziy Osiyo bo'yicha Yevropa Ittifoqi strategiyasini amalga oshirilishi, uni yo'lidagi turli xil jarayonlar, har bir davlatning spesifikasi va eng qizig'i har bir davlatning o'zining rivojlanish strategiyasi bor. Mintaqa davlatlarini aynan shu strategiyalar bilan uyg'unlashtirish masalalari va Yevropa Ittifoqining siyosatida tashqi dunyo bilan muloqotlardagi prioritetlaridan kelib chiqib maslahatlashuv ko'rinishida amalga oshiriladi. Bu uchrashuv ya'ni o'ziga xos tashqi ishlar vazirlari darajasida ilk marotaba shu yil 3-4 aprel kunlari oliy darajada, ya'ni davlat rahbarlari darajasida o'tkazildi. Buni o'ziga xos ravishda, ya'ni bir shunday ibora bor, soat muruvvatlarini tekshirib olishlik. Ya'ni tomonlar maqsad vazifalarni bir xil anglayaptimi, ularning manfaatlari qaysi nuqtalarda uyg'unlashadi, qanday rivojlantirish mumkin. Shu kabi masalalar ko'proq muhokama qilinadi va istiqbolli rejalar qabul qilinadi. Aynan shu Samarqand sammitida ham aynan deklaratsiya qabul qilindi va deklaratsiyada bir qator masalalar belgilab qo'yilgan. Rahmat aytamiz Muxtor aka. Ana endi studiyamizga yig'ilgan ekspertlarimiz bilan Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi birinchi sammiti va undan ko'zlangan maqsadlar haqida gaplashamiz. Fikrlarni esa O'ktam aka, marhamat, sizdan eshitamiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi formati doirasida gapiradigan bo'lsak, demak, Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyoga qiziqishi ustozimiz yuqorida aytib o'tdilar, 92-yildan boshlanib, aynan Markaziy Osiyoni yagona mintaqa sifatida ko'rish darajasidan boshlandi. O'sha davrda eng birinchi hamkorlik ikki tomonlama sheriklik munosabatida asoslangan shartnoma bo'lsa, keyingi strategiya darajasiga chiqdi. Mana undan keyin rivojlanishda davom etgan holda Markaziy Osiyo plus format darajasiga rivojlandi. Demak, Markaziy Osiyo plus Yevropa Ittifoqi formatining asosi shundan iboratki, demak, Samarqandda o'tkazilishidan oldin aynan tomonlarning manfaatini uyg'unlashtirish maqsadida bundan oldin 2022-yil Qozog'istonda oktyabr oyida, 2023-yil iyun oyida Qirg'izistonda Markaziy Osiyo rahbarlari va Yevropa Ittifoqi o'rtasida sammit o'tkazilgan edi. Samarqand sammiti 2025-yilga 3-4 aprelda Samarqand sammiti mantiqan mana shu uchrashuvlar davomi. Albatta, mana shu uchrashuvlar mantiqiy davomi bo'lib, bunda asosiy maqsad Markaziy Osiyoning dunyo davlat bilan hamkorlik uchun ochilishi va tomonlar o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ilm-fan, transport, energetik sohasida keng ko'lamli hamkorlikni rivojlantirish sanaladi. Markaziy Osiyoni Yevropa Ittifoqini qaysi jihatlar bilan o'ziga qaratish masalasida qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, aytishimiz mumkin, so'nggi yillarda Markaziy Osiyoning Yevropaning Markaziy Osiyoga nisbatan qiziqishi siyosati faollashib boryapti. Bu bir qator omillar bilan bog'liq, endi uzoqqa bormaymiz. Ayniqsa 2016-yildan keyin faol ravishda bu aloqalar rivojlandi. Buni bir qator omillar bor. Birinchidan ko'radigan bo'lsak, Xitoy tomonidan bir makon, bir yo'l loyihasini ishlab chiqilishi va Markaziy Osiyo orqali o'tadigan transport koridorlarini rivojlantirishga bo'lgan e'tibor. Bu bevosita Yevropadagi ishbilarmonlarning Markaziy Osiyo mintaqasiga logistik nuqtai nazardan muammolarni hal qilish imkonini beradigan omil sifatida qaralishi. O'zbekistonning ochiq pragmatik siyosat yurishga o'tishi. So'nggi masalan 5 yilliklarda ko'radigan bo'lsak, Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalar deyarli 2 barobar oshgan. Bu masalalardan hisobga olishimiz kerak. Yaqqol sezilgan. Uchinchi masala oladigan bo'lsak, Yevropa Ittifoqi ayniqsa 2019-yildan boshlandi bu narsa. Yevropa Ittifoqining global strategiyalarini qayta ko'rib chiqish, dunyodagi mintaqalarda Yevropa Ittifoqining umumiy pozitsiyasini kuchaytirishga qaratilgan strategiyalar. Mana shu strategiya doirasida aynan Markaziy Osiyo bo'yicha munosabatlar ham qayta ko'rib chiqildi. Bezamat 2016-yildan aynan mana shu siyosat Yevropa Ittifoqi tashkiloti boshlandi. Buning uzviy natijasi sifatida 2019-yildan boshlab Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiyasi qabul qilindi.
Demak, bu ham buning asosiy sababi demak Yevropa Ittifoqining global aktor sifatida maqomini yana ko'tarishga bo'lgan siyosatini ajratish ham mumkin. Albatta, Yevropa Ittifoqi bu alohida bir subyekt va dunyoda bo'layotgan jarayonlardan xoli emas. Albatta, mana shu mintaqa va atrofida bo'layotgan notinch, beqaror, qaysidir ma'noda shu nazariyotchi ekspertlar ham aytadi, xalqaro munosabatlarda muayyan anarxik tabiatga xos bo'lgan, ya'ni tartibsiz bo'lgan muhit shakllanayotgan bir paytda Yevropa Ittifoqi ham o'zining prioritetlarini qayta ko'rib chiqyapti. Ya'ni Yevropa Ittifoqi uchun ham diversifikatsiya kerak, munosabatlarni ko'p tarmoqli qilish kerak. Markaziy Osiyo ham aynan shunday Yevropa Ittifoqining investitsiyasi va qaysidir ma'noda transport yo'laklari bilan mintaqa to'liq bog'lanmaganligi, savdo-iqtisodiy imkoniyatlar yuqori ekanligi, mana so'nggi paytlarda aynan noyob metallar juda ham bir aktualligi oshib boryapti. Aynan noyob metallar mavjud ekanligi, texnologik rivojlanish uchun zarur bo'ladigan xomashyo mavjud ekanligi va mintaqada ana 2017-yildan boshlab kechayotgan mintaqaviylashuv, ya'ni bir yaxlit mintaqa alohida bir subyekt maqomiga kelayotganligi mintaqa bilan bir vaqtning o'zida davlatlar bilan muloqot qilish imkoniyatini yaratib berdi. Shu nuqtai nazardan bu mintaqa to'g'ri, ya'ni Xitoyning faollashuvi davrida o'ziga xos ko'prik bo'lib qoldi, ya'ni sharq va g'arbni bog'laydigan, lekin faqat bu yerda Markaziy Osiyoni ko'prik bog'lovchi bir halqa sifatida emas, alohida uni subyektlik maqomi ham oshib boryapti. Ya'ni Markaziy Osiyo mamlakatlarini o'zi belgilab beryapti, qaysi davlatlar bilan, qaysi mintaqalar bilan aloqalarni yo'lga qo'yish, rivojlantirish yoki muvofiqlashtirishni. Shunday deb o'ylayman. Demak, birinchi sammit ilgari surilgan tashabbuslar haqida Zulxumorxon sizda eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Kattakon rahmat. Joriy yilning 4-aprel kuni Samarqand shahrida bo'lib o'tgan xalqaro sammitda Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi o'rtasida hamkorlikning yangi darajalari va yangi strategiyalarini ishlab chiqishda quyidagilar ko'rsatib o'tildi. Ya'ni bulardan har yil davomida vazir o'rinbosarlari darajasidagi sheriklik qo'mitasi kichik yig'ilishlarni o'tkazish va bu yig'ilishlarda ikki mintaqadagi olib borilayotgan yangi hamkorlik yo'nalishlarini va olib kirilayotgan investitsiyalarni tatbiq qilish mexanizmlarini qaytadan ko'rib chiqish masalalari keng yoritib o'tildi. Bundan tashqari sammit bo'lib o'tishidan biroz avval bir hafta davomida Yevropa Ittifoqining tashqi masalalar bo'yicha xalqaro vakili Jozef Zigilning bir hafta davomida O'zbekiston Respublikasi, nafaqat O'zbekiston Respublikasi, balki Markaziy Osiyo davlatlarida bir haftalik tashrifi amalga oshirildi. Bu tashrif davomida xalqaro vakil har bitta Markaziy Osiyo davlatlarida ularning o'sha muammolarini, rivojlanish strategiyalarini va ikki mintaqa o'rtasidagi rivojlanish mexanizmlarini ko'rib chiqqan holda aynan transport logistikasiga ko'proq e'tibor qaratdi. Undagi muammolar va undagi yechimlar, muammolarni hal qilishda qanchalik darajada Yevropa Ittifoqining roli qanaqa bo'ladi, bularga alohida e'tibor qaratildi. Bundan tashqari hozirda eng muhim dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan, ya'ni xalqaro munosabatlarda middle koridor deb ataladi, o'rta yo'lakka katta e'tibor qaratildi va bilamizki, bu o'rta yo'lak Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyoni bir-biriga bog'lab turadigan eng yuqori nuqtadagi hamkorlik bir bog'i desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Transport logistika sohasi bu eng ustuvor sohalardan bittasi, bejizga emas. Aynan mana shu sammit doirasida Global Gateway, ya'ni global darvoza strategiyasini Markaziy Osiyoga nisbatan ham qo'llash haqida so'z yuritilmadi. Bu yo'l, bu loyiha xuddiki mana bundan oldin aytib o'tilgandek Xitoyning bir makon bir yo'l loyihasini Yevropacha versiyasi. Ya'ni Yevropa bozori bilan Yevropaning imkoniyatlari, sanoat imkoniyatlari bilan Markaziy Osiyoni bog'lash. Va buning uchun zarur bo'ladigan yo'l o'sha qayd etilgandek o'rta yo'lak koridori, Transkaspiy loyihalari bu faqat yo'lak bilan bog'liq emas, bu quvur yo'llari, masalan ko'ryapmiz, Turkmaniston bilan ham hozir Yevropa vakillarining muloqoti faollashib qoldi. Tashriflar amalga oshirildi va aynan Samarqand sammitidan avval tashqi ishlar darajasida aynan uchrashuv Ashxobodda bo'lib o'tdi va sammitdagi asosiy masalalar kelishib olinganligini ham ko'rishimiz mumkin. Va yana shundan bir narsa e'tibor qaratishimiz kerakki, Yevropa Ittifoqi bu o'ta dunyo rivojlangan mintaqasi
va O'zbekiston Markaziy Osiyo hozirgi kunda Yevropa Ittifoqi uchun faqat savdo iqtisodiy emas, balkim mehnat migratsiyasi masalasida ham ya'ni hamkor bo'la olishi mumkin va yana bir taraf borki, Yevropa Ittifoqining eng yetakchi davlatlari Fransiya, Germaniya masalan boshqa davlatlar bilan O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarining aksariyati strategik sheriklik darajasida munosabatlarga ega. Ya'ni bu munosabatlar faqat ittifoq darajasida emas, uning yetakchilari tomonidan ham faol ravishda qo'llab-quvvatlanishi uchun asos yaratib beradi deb o'ylayman. Rahmat. Muhsin aka, shu o'rinda Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi hamkorligidan ko'zlangan iqtisodiy, savdo-iqtisodiy loyihalarga to'xtalib o'tsangiz, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Haqiqat bu ikkala mintaqa bir-biridan masofasi uzoq bo'lsa ham, lekin tarixan bilamiz, o'sha karvon yo'llari orqali, savdo-sotiq orqali juda yaxshi munosabatlar o'rnatilgan. Hozir ham mana O'zbekistonning kelajagi uchun deb boshladingiz. Ya'ni biz O'zbekiston o'zimizni oldimizga katta-katta iqtisodiy o'sish nuqtai nazaridan marralar qo'yganmiz. Eksport darajasini oshirish, shu jumladan Yevropa bozorlariga ham kirib borish, bu bo'yicha Yevropa Ittifoqi bizga o'sha GSP+ doirasida ham katta-katta sharoitlar yaratib bergan. O'sha 6200 ga yaqin mahsulotlarni biz Yevropa bozoriga chiqarish bo'yicha, lekin hali bu imkoniyatlardan to'la va samarali foydalanish bo'yicha ancha ishlar qilinishi kerak. Aprel oyida bo'lib o'tgan o'sha summit, dunyoda bo'lib o'tgan katta-katta yirik xalqaro tadbirlardan o'rin oldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Bundan oldingi o'sha sammitdan oldingi tayyorgarliklar, o'sha masalan davlatimiz rahbarining Fransiyaga tashriflari, undan oldin Italiya rahbarlari Italiyaga bo'lgan tashriflar va boshqa Germaniya bilan aloqalarimiz ancha kuchaydi, Buyuk Britaniya va hokazo. Ya'ni O'zbekiston mintaqada davlatimiz rahbar yetakchiliklaridagi o'sha mintaqamizdagi bo'layotgan jarayonlarni ham kuzatib boryapti va buni o'sha mintaqamizning yaxlitligi, iqtisodiy bizda investitsion jihatdan, raqobatbardoshlik jihatdan bizni nima deydi, u Yevropa tadbirkorlari oldida jozibadorligimizni oshiradigan katta omil bo'ldi deb hisoblayman. O'ktam aka, qo'shimchalar bormi? Marhamat. Haqiqatan albatta O'zbekistonning Yevropa Ittifoqi asosiy hamkorlik yo'nalishlari, manfaatlari, demak, prezidentimizning 2025-yil 4-aprel kuni o'sha sammit doirasida so'zlab o'tgan nuqtada aks etgan. Mazkur nutq doirasida O'zbekiston Respublikasining prezidenti tomonidan 5 ta ustuvor yo'nalish sanab o'tilgan. Ya'ni Yevropa Ittifoqini rivojlantirish. Birinchisi siyosiy muloqotlarni mustahkamlash, hamkorlikning huquqiy inson asoslarini mustahkamlash borasida. Ikkinchi yo'nalish aytib o'tildi, savdo iqtisodiy investitsiya yo'nalishida. Uchinchi yo'nalishimiz bevosita bir strategik ahamiyatga ega bo'lgan resurslar sohasidagi hamkorlik yo'nalishida. To'rtinchi yo'nalishimizni ko'radigan bo'lsak, bu yerda yashil energetika yoki yashil iqtisodiyot va ekologik barqaror rivojlanish masalalari bo'yicha prezidentimizning takliflari aks etgan va 5-yo'nalish bu inson kapitaliga investitsiya, ta'lim, fan va madaniyat sohasi yo'nalishlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining tashabbuslari, hamkorlikdan ko'zlangan manfaatlari aks etgan. Shulardan bittasi iqtisodiy masalalarga gapirib o'tishdi. Siyosiy masalaga to'xtaladigan bo'lsak, prezidentimiz tomonidan aynan munosabatlarni rivojlantirish uchun siyosiy jihatdan bir qator takliflar bildirib o'tildi. Masalan, Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida parlament forumini tashkil etish, Yevropa Ittifoqi sammitini har 2 yilda bir marta o'tkazish yoki ikki mintaqa orasida ekspertlarni aloqalarni rivojlantirish bo'yicha hamkorlikni kengaytirish yoki Yevropa Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammitini vazirlarni bosh vazir o'rinbosari darajasidagi sheriklik qo'mitasini tashkil etish va har yil buni o'tkazish masalalari taklif etildi. Rahmat aytamiz. Sammit qanday natijalar, kelishuvlar, kelajak rejalar bilan yakunlandi? Farhod aka, marhamat. Mikrofonni olib olasiz. Yuqorida aytilgan fikrlar hammasi o'zi o'sha natijalar, sammit nimalarga olib kelganligi, qanday rejalar tuzilayotganligi haqida mana hammasini muhokama qilgandek bo'lib, men yana bir qo'shimcha tarzda aytmoqchimanki, mana shu natijalar nima bo'ldi, endi bu yoqqa nima kutish kerak Yevropa Markaziy Osiyo mintaqalar aro hamkorlik yo'nalishida deganda, men e'tiboringlarni o'sha sammitda qabul qilingan, imzolangan deklaratsiyasiga
e'tiborini tortmoqchiman. Deklaratsiya juda bir mazmunli, boy hujjat bo'lib chiqdi va o'ziga yarasha istiqbolli ham strategik ruhda yozilgan matn bo'lib chiqdi. Shu deklaratsiyaga qo'shilgan ekanmiz Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi bilan, demak, pozitsiyalarimiz bir xil bo'lib chiqish kerak degan bir ma'no kelib chiqadi. Darvoqe mana shu prezidentimiz ham hali o'sha o'zining matnida ham shunga chiqishlarida shunga o'xshagan bir fikr bildirdi, ya'ni Markaziy Osiyoliklar yevropaliklar bilan birgalikda endi xalqaro va mintaqaviy yirik masalalar bo'yicha pozitsiyalari uyg'un bo'lish kerak, bir xil bo'lish kerak deb ham ishora qildi. Suv muammolari, orol muammolari, ekologiya masalalari hammasi deklaratsiyada mujassamlashgan. Shunchalik boy ekan, shunchalik bir juda mazmunli hujjat ekan. Endi agardiki mana shu hujjatda hammasi kiritilgan fikrlar, g'oyalar, rejalar deylik, amalga oshsa, haqiqatan ham Yevropa Ittifoqi bilan Markaziy Osiyo orasidagi mintaqalar aro strategik munosabatlar haqiqiy strategik ruhga, strategik bir tus oladi. Qisqa va qimmatli vaqt ichida reklama. Oila uchun ta'til tashkillashtirish 1 minut. Shunchaki TBC bankdan kredit rasmiylashtiring va javobini 1 minutda oling. Islomxon? Islomjonmi? Meni bolam uyish bilan bandda. Pul yig'ib uyimizni ta'mirlab berdi. Singlisiga telefon olib berdi. Kelinimdan ham bugunning o'zida necha marotaba xabar olib ketdi. Ana u keldi. Katta odam. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Har bir yaxshi kun Jacobs qahvasi bilan boshlanadi. Hayotning betakror ta'midan bahramand bo'l. Men doim shunday uchishni orzu qilardim. Yo'q, biz dam olamiz deb o'ylagan. Tizzalarim nolimasligi uchun menga Terraflex Ultra yordam beradi. Axir uning tarkibida gingirol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa xondroprotektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Sizning sevimli bo'g'imlaringiz uchun Terraflex Ultra bor. Birinchi buyurtmaga marketda promokod berishyapti. Qaysi marketda? Market Yandex Go birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochen promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Bozordan hammasini oldingizmi? Humans. Kreditchi? Kreditni to'ladingizmi? Humans. Yordam beramizmi? Humans. O'zingizga mahsulot sotib oldingiz, muhtojlarga yordam bering. Humans, aqllilar uchun har kuniga. Katta oila uchun ko'p mahsulotlar marketda bor. Qaysi marketda? Market Yandex Go. Kommo simsiz quloqchinlarni 400 ming so'mga xarid qiling. Sen ham buni xohlashingni bilgandim. Tim hammaga yetadi. Bozordan hammasini oldingizmi? Humans. Kreditchi? Kreditni to'ladingizmi? Humans. Yordam beramizmi? Humans. O'zingizga mahsulot sotib oldingiz, muhtojlarga yordam bering. Humans, aqllilar uchun har kuniga. Har bir yaxshi kun Jacobs qahvasi bilan boshlanadi. Hayotning betakror ta'midan bahramand bo'l. Katta oila uchun ko'p mahsulotlar marketda bor. Qaysi marketda? Market Yandex Go. Kommo simsiz quloqchinlarni 400 ming so'mga xarid qiling. Yangi tariflarni kutib oling. Nima bor? 5G uchun trafik, musiqa va TVga obuna, roaming uchun trafik, hatto dam olish kunlarida cheksiz internet. Eng asosiysi, yanada ko'p eng tezkor mobil internet. Tezlik uchun Ucellga. Ucell tezligini 10 milliondan ortiq abonent tanlagan. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Summit so'ngida qaror qilingan fikrlar yuzasidan quyidagilar keltirib o'tildi. Bundan tashqari, O'zbekistonda 3-iqtisodiy forumni tashkil etish, ya'ni
4-aprelda bo'lib o'tgan sammit doirasida qabul qilingan rejalarni va fikrlarning natijasi o'laroq ushbu iqtisodiy forumni Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi forumini tashkil etish va bundan tashqari kengaytirilgan hamkorlik va sheriklik forumini ham tashkil etish keltirib o'tildi. Albatta, ikkala mintaqa o'rtasidagi hamkorlik aloqalari iqtisodiy, siyosiy va bundan tashqari ko'plab yo'nalishlarda olib boriladi, lekin sammit doirasida asosiy yo'nalishlardan biri bo'lgan biz yoshlarga qaratilgan ta'lim yo'nalishida ham bir qator hamkorlik aloqalarini rivojlantirish strategiyalariga ham e'tibor qaratildi. Masalan, Erasmus Plus grantlari. Xabarimiz borki, Markaziy Osiyoning barcha yoshlari, shu qatorda O'zbekiston yoshlari ham Yevropada ta'lim olishni juda ham xohlashadi, lekin ba'zi bir taraflama bu imkoniyatlar cheklangan edi. Ushbu sammit qaysidir ma'noda biz uchun kalit bo'lib xizmat qildi. Ya'ni Yevropa Ittifoqi universitetlari, Yevropa Ittifoqi tashkilotlari Markaziy Osiyo yoshlari uchun eshiklarini butunlay ochdi. Rahmat. Nargiz opa, aynan sammitdan kutilayotgan natijalar haqida sizning ham fikrlaringizni eshitishga tayyormiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Umuman olganda O'zbekiston Respublikasi yoki umumiy Markaziy Osiyo davlatlari va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik kundan kunga chuqurlashib kelmoqda va bu sammitdan kutadigan natijalarimiz albatta yuqorida ham ta'kidlab o'tishdi. Bu yashil energiya va ekologik barqarorlik sohasidagi keng qamrovli hamkorlik. Global Gateway degan loyihani yuqorida ilgari surishdi va shu Global Gateway dastur asosida Yevropa Ittifoqi tomonidan Markaziy Osiyo davlatlariga, Markaziy Osiyo mintaqasiga ko'rsatiladigan ko'maklik, qanaqadir sherikchilik, yordam sifatida ko'rsak bo'ladi. Keyingisi bu raqamli transformatsiya yoki innovatsiyalar. Inson kapitali ham juda ham muhim rol o'ynaydi, chunki inson kapitali, demokratiya masalalari, huquqiy ustuvor yo'nalishlar Yevropa Ittifoqining asosiy tamoyillaridan biri bo'lib kelgan ko'p yillar davomida va shu tamoyillarini yumshoq kuch sifatida Yevropa Ittifoqi keng tarqatishga harakat qiladi va Markaziy Osiyo davlatlari ham doimo Yevropa Ittifoqi nazarida bo'lishgan. Men yana ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim. Shu yuqorida aytilib o'tilgan fikrlarda Farhod aka mana o'z fikrlari boshida aytib o'tdilar. Rivojlanish tariximiz shu 90-91-yillarga taqaladi. Sovet Ittifoqi parchalangandan so'ng Markaziy Osiyo mintaqasida yangi mustaqil davlatlar paydo bo'lgan va shu 5 ta mustaqil davlat butun dunyoni, butun hamjamiyatni o'z e'tiboriga tortgan va Yevropa Ittifoqi ham bu yerda istisno bo'lmagan. Va ilk munosabatlar 91-yildan boshlangan. Bu TASIS degan dastur bo'lgan. Asosan bu texnik va gumanitar ko'mak bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo davlatlari tomoniga va bu dastur 2006-yilgacha o'z faoliyatini olib borgan va 2007-yildan boshlab shu yuqorida уже ta'kidlab aytilgandek birinchi strategiya qabul qilingan Markaziy Osiyo mintaqasiga nisbatan. U strategiya 2013-yilgacha davom etib va shu yerda aytib o'tishim mumkinki, u strategiya kutilgan maqsadlarga, oldiga qo'ygan vazifalarni mukammal bajara olmagan, chunki ba'zi bir qiyinchiliklar, ba'zi bir kamchiliklar yo'lda bo'lgan va shu 2013-yildan keyin Yevropa Ittifoqi tomonidan ozgina pauza deb aytsak bo'ladi. Shu 2000 tanaffus bo'lgan 2019-yilgacha va 2016-yilda Yevropa Ittifoqi tomonidan global strategiya qabul qilinib, shu strategiya asosida 2019-yili ikkinchi strategiya Markaziy Osiyo davlatlari tomoniga qaratib qabul qilingan. Bu yerda barqaror rivojlanish, inson kapitali, ekologik muammolar, atrof muhit, demokratik masalalar ham ko'tarilib o'tgan va 2023-yil yo'l xaritasi tuzilgan Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida va shu yo'l xarita
bugungi shu yilni joriy yilning 3-4 aprel kunlari bo'lib o'tgan Samarqand sammitiga bir asos sifatida ko'rsak bo'ladi. Demak, ko'rsatuvimiz tobora o'z nihoyasi tomon intilmoqda. Bugungi ko'rsatuvdan, bugungi bildirilgan fikrlardan kelib chiqqan holda Farhod aka, xulosaviy fikrni sizdan eshitamiz. 3-4 aprel kunlari Samarqandda bo'lib o'tgan Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo sammiti haqiqatan ham mubolag'asiz bir tarixiy bosqich bo'ldi deb aytsak bo'ladi. Chunki mana shu 2019-yilda qabul qilingan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo strategiyasi o'laroq unda shu kiritilgan barcha g'oyalar, shu fikrlar, pozitsiyalar va rejalarga bir sodiq holda tomonlar, ya'ni bir tomonda Markaziy Osiyo mamlakatlari, ikkinchi tomonda esa Yevropa Ittifoqi ana shu strategiyani endi yangi bosqichga ko'tarib, uni aniq bir konkret amaliy ishlar bilan, rejalar bilan, tadbirlar bilan to'ldirib borish niyatini bildirishdi va men doim shu masalani o'rgangan bir ekspert sifatida aytmoqchimanki, doim shunga e'tibor beraman, qarataman va urg'u beraman. Endi haqiqatan ham Markaziy Osiyo bilan Yevropa Ittifoqi orasida oddiygina bir qandaydir hamkorlik, davlatlar orasidagi hamkorlik emas, aynan hattoki tilimizda, siyosatshunoslik tilida yangi ibora sifatida qo'llanayotgan mintaqalar aro bir munosabatlar shakllanyapti. Bu o'ziga yarasha xalqaro sahnada, xalqaro munosabatlar tizimida yangi tajriba deb aytishimiz mumkin. Chunki biz xalqaro munosabatlar deganda davlatlar aro munosabatlarni nazarda tutardik doim an'anaviy ravishda. Yangicha bir tajriba paydo bo'lyapti. Mintaqalar aro Markaziy Osiyo plus Yevropa Ittifoqi va hali yuqorida aytganimdek, shu borada Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoning mintaqani mintaqa sifatida ko'rgan holda mintaqada kechayotgan integratsion jarayonlarga hissa qo'shish niyatini bildirar ekan, biz o'z tomonimizdan ham Markaziy Osiyoliklar ham ana shu integratsion jarayonni kuchaytirishga hozir kirishimiz kerak. Rahmat aytamiz. Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi munosabatlarni yanada rivojlantirishga intilish o'zaro manfaatli xarakterga ega ekanligini ta'kidlash muhimdir. Shubhasiz, Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi birinchi sammiti Markaziy Osiyoning global siyosatdagi o'rnini kuchaytirish, Yevropa Ittifoqi bilan munosabatlarda mutanosiblikni ta'minlash, ikki tomon o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni chuqurlashtirish va sheriklikning yangi sifat darajasiga chiqishiga xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu hamkorlik O'zbekiston eksportining Yevropa yo'nalishidagi ulushini ko'paytirish hamda kengaytirishga, Yevropa bozorlariga integratsiyani tezlashtirishga, madaniy-gumanitar yo'nalishda o'zaro hamkorlikni faollashtirishga olib keladi. O'tkazilgan Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi birinchi sammiti nafaqat Markaziy Osiyo davlatlari va Yevropa Ittifoqi uchun, balki butun dunyo taraqqiyotiga xizmat qilishidan umidvormiz va kelajakda ijobiy natijalarni kutib qolamiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling.